Xo'p, hozir men sizlarga noqonuniy parkovkalardan pul to'lamasdan chiqib ketish yo'lini o'rgataman. Nech pul oldi ekan? Qo'ying. 1 soat oldi. 5. Lekin bu to'liq qilib beraman. Pulga yo'q, aka, mana shuni yechmay. Plik hammada bor ukan. Maktab bo'ladi ham bor. Mana shuni yechmay. Menda yo'q terminal ukan. Bizda faqat Qonuniy ishlaymizlar. qonuniy ishlaymiz. Davlatga soliq to'lanmagan bizda ukan. Yo'q, davlatga soliq to'lansa terminal beriladi, aka. Terminal olmagan. Hech kim terminal ishlatmaydi. Men faqat terminal ishlataman. Mana bank kartasi, kapital bank. Odam qaymisi bo'ladi, kliki bo'ladi ukan. Men zarada o'chib qo'ygan. Qo'yimiz ukan. Mana shuni yechmay. Yo'q bo'lsa ketaver ukan. Qonuniy ishlaydi. Mana ko'rdinglar, karta orqali to'lamoqchi bo'lganimda, kartadan qabul qilmadi. Qonuniy ishlaymiz deyishdi, lekin bular absolyutno qonuniy ishlashmaydi. Qonuniy ishlashganda bular birinchidan davlatga soliq to'laydi va terminal albatta bo'lardi. Men bunaqa noqonuniy davlat yerlarini egallab oladigan parkovщикlarga ishiga qarshiman. Gap bo'lishi mumkin emas. Qonuniy ishlasin, pulini to'laymiz qancha bo'lishidan qat'iy nazar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Yo'l harakat qoidalarini buzmanglar. Sizlar bilan Jasur Beknazov qonuniy gaplashamiz.